Hurmatli obunachilar, mana bugun biz xudo xolasa so'rini yasalish jarayonini полный obzorini qilib beraman. Noldan bitgan holatigacha xudo xolasa chiqadi. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab, podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. O'zim mana Jahongir nomerlarning usta tomonidan 2 dona 2,5 ga 3 razmerda so'ri tayyorlanyapti. Xudo xolasa mana hammasini bichib, ko'rinishlarini urib oldik. Bular mana bo'lmalari полный gulxo'li so'ri bo'lyapti. Delalarimiz ham zakatopkadan chiqdi, roverdan urilib. Gullarimiz tayyor holatda. To'g'risi o'ymali, ikkala yonida perelali bo'lyapti. Mana bittasini уже qoqishtirib qo'ydim. Xudo xolasa tez orada bitgan holati ham tayyor bo'lib qoladi. Kuzatishda davom etib turasizlar. Birma-bir jarayonni qo'yib boraman ustaxonadan. Video reportaj qani ketdi. Go birgalikda kuzatgan holda, ekrandan uzoqlashmagan holda videomizga like turib ketasizlar, yurakchani qizartirib. Kommentda agar savol-javoblar bo'lsa, kommentariyaga izohlaringni qoldirishlaring mumkin. Narx-navosigacha polniy noldan bitgan holatigacha chiqarib berishga harakat qilaman. Joninglar omon bo'lsin, kuzatishda davom etib turasizlar. Birinchi ochilishda turumlarni kesib olamiz. Polniyaga chiroyli holatda. Bizga o'tkirgina tesha kerak bo'ladi. Haqiqiy usta tesha. Turumlarini dum-dumaloq qilib teshikka moslab chopib olamiz. Ana endi buni qoqishtirishni boshladik, chopib oldik. Chahlari stilda kelyapti. Umuman emas. Bitta solamiz, qolgani qismida keladi. Chaka bittada kelishini sababi bu idealni aralansa o'zi bittada keladi chaka. Shu tomoniga ahamiyat berasiz. Masterklar ham ketyapti buning ichida, videoning ichida. Delani gulini chiqarish jarayoniga yetib keldik. Delani chiqarib, solamizni ajratamiz. O'rtoqlar, mana endi buni delalarni solib qisib oldik. Уже oyoqqa tiqishga tayyor holatda delalari najaklandi mana. Bu to'g'ri tomoni mana ko'rib o'tishlar mumkin. To'g'ri tomoni bo'lyapti. Hop, ikkala yon qismiga mana bularimizni ham уже tayyorlab qo'ydik. Hop, endi navbat oyog'ini teshamizda tiqib qilaylik. Stanogimiz 220, shuning uchun jinda ozgina qiynaladi. O'rtoqlar, mana xudo xolasa chiroyli holatda teshib oldik, aylantirib. Endi bolgarkada bitta qator polni najaylab shurkasini qo'yamiz, aylantirib gullari yu polni davom etasizlar kuzatishda. Tog'ini so'g'ib, chakini so'g'ib, kililab oldik. Endi buni to'rala tomonini shunday yig'ib olsak, уже. Mana o'rtoqlar, yig'ilish jarayoniga yetib keldik, kilillarni qo'yib, suvga yuvib oldik. To'rala tomon tashlab yig'amiz bo'ldi mana. O'ta chiroyli holatda. Bosdik. Burum. Ketadi. Ketadi. O'rtoqlar, chiroyli holatda yig'ib oldik. Eng buni gilamli joyi mana shu yerda. İşte to'liq o'tib ketmasa, bu nimjon bo'lib qoladi, chunki tepa qismi yo'qligi uchun ichine qoqib chiqmaydigan qisiladi bu. Oyoqlari quruq yong'oqdan bo'ldi. Xo'p, endi bunga ikkalasini yig'ib oldik, chiroyli holatda qilib, tashliklari qotib qoldi. Lagasini uramiz, ipolini qoqib, lagini sepsak, уже zakasimiz bitta. O'rtoqlar, mana bu lagalarni qo'shib boshladik. Lagalarimizga yana muxofadi ko'pchilik lekin sifatini buzib qo'yadi. Shuning uchun biz samolyot bilan o'qil asfalt kessa sifatli ham chiroyli qilsin deb lagalarni ichiga operator yaqinroqdan ko'rsating. O'g'illarni olib kelganmiz baquvvatidan samolyot urib beramiz bu holatda. Xo'p, akalar, mana o'sha lagalarni qo'yib oldik, endi qo'llarni qoqishni boshladik. O, sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar, mana birinchi chaqlanildi, ideal holatda qilib. Hop, tomonimiz ham yaxshi, stiklari yo'q. Xullas mana baquvvatligi mana nimalari qo'yilgani polniy, ko'ryapsizlar, kley urilgan. Hop, bunisi ham bitib qoldi. Mana lagalarni urib oldik buni ham.
Buni kelaylangan laga tomonlari, hop, ugullari mavjud. Baquvvatidan bu ham oldi sababiki bu ham baquvvatlikka ishladik, ham oldidan mix ko'rinib qolmasligini, oldini olgan holda sifatli chiqishini o'ylab ko'rilgan holda shu holatga keldik. Salomat bo'lasizlar. Yana jichcha kuzatsalar, uni polini qoqib, lahlab shu bozorga tayyorlab olamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana ishlarimiz xudo xolasa yakunladik. Laklab bo'yog'ini berib, ideal holatda 2 loydan lakib berildi. Yomg'irga chidamli holatda, bemalol quyoshga ham chidamli. Bemalol maza qilib o'tirishlar mumkin. Xudo xolasa buni to'liq ma'lumotini berib o'tib ketaman. Videomiz Buvayda tumani Alimergan qishlog'i, so'rilar O'zbekiston bo'ylab, dunyo bo'ylab tarqaydigan birinchi qo'l, birinchi joydan bo'lyapti. Xo'p, o'rtoqlar, buni razmeri 2,5 ga 3 ma'lumotini beradigan bo'lsam, tag qismlari 17 ga 3 cm qalinlikda bo'ldi. Taxtalarimiz rossiyskiy taxtadan bo'lyapti. Bu quruq yog'ochdan, shu materiallardan bo'ldi. Oyoq qismi quruq qora tana yong'oqdan bo'ldi, shox emas, lekin bu akalar yolmaydigan quruq yog'ochdan bo'ldi hamma tomoni. Xo'p, bunisi rangli svetda bo'ldi. Agar sizga buni qarang yoqadimi, ibis svet rang yoqadimi, xohlagan rangingizda chiqarib bo'yab qilib beramiz akalar. Xo'p, buni materialimiz, bunisi qayrog'ochdan bo'ldi, oyog'i, qolgan joyi quruq rossiyskiy sasnadan bo'ldi. Pollarimiz ham ko'zsiz holatda, ideal holatda, choki qochib ketmaydi, quruqdan bo'ldi. Akalar, kimga shunaqa sifatli, baquvvat, ishonchli, zabardast baquvvat so'rilar kerak bo'lsa, bemalol pastdan nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol bog'lanib, buyurtma qilishlar mumkin. Bu aka, bu og'ir deydigan bo'lsangiz, tegiga g'ildirak ham qo'yib beramiz buyurtmaga qarab. Xo'p, uzoqdagi vatandoshlar, Rossiyada bo'lasizmi, Qozog'istonda bo'lasizmi, chet elda bo'lasizmi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol masofadan turib buyurtma berishingiz mumkin. Kartalarimiz mavjud. Uyingizga borib, dastavka qilib, joyingizga tushirib kelish xizmatlarimiz mavjud. Bemalol bog'laning. So'ri tanlashda adashmanglar akalar. Biz hamma joyiga ishonchli materiallardan ishlatdik. Xo'p, Hoji aka, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, 7 ham demaymiz. 6,5 million ham demaymiz. 6 dan bosaveradigan joyi Hoji aka. 6 dan olib ketaversinlar bemalol tanlab. Akalar, bemalol 6 million so'mdan tanlab, xohlang bes svetini, xohlang rangli svetini olib ketaversinlar. Agar videomiz like arzisa, like bosib ketishni unutmaysizlar mehnatimizga. Kundan kunga bundan ham chiroyli so'rovlar qo'yib boraman. Kanalimiz rivoji uchun podpiska bosmay ko'rgan bo'lsangiz, podpiskani bosib ketishni unutmaysizlar. Joninglar salomat bo'lsin, omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib etsin. Salomat bo'lasizlar.